Bu nima bu? Ichib ko'rasiz. Agar ta'mini topa olsangiz yuzingizni yutasiz, topa olmasangiz hech nima yo'qotmaysiz. Bo'ldimi? Smorodinami? Smorodina yo'q, topa olmadingiz. Nima mazza kelyapti ko'proq? Fruktoviy pivani ta'mimi bu? Nima ta'mi keldi? Smorodina shu o'rmon mevasi-da. Kim bilmaylik. Chernika mazasi kelyapti. Chernika. Smorodina. Siz mango bilan malina dedilar, lekin afsuski topisha olmadi. Nima mazza keldi aka? Smorodina. Bular ham smorodinaga ovoz berdilar, ko'rayotganinglardek, lekin menimcha rostdan bu suvimizdan smorodinaning mazasi kelayotgan bo'lsa kerak. Dolibekami? Qanaqa? Qanaqa? Dolibekami? Qanaqadir kelyapti-da. Topa olmadingiz. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Nima deysiz? 100 ming kerak edi. Nimaga? Og'ayni tug'ilgan kunida edi. Og'ayningizni, men o'yinchoqlar ham og'ayningizga qizingizga o'zi. Aka, qarang, yutmadingiz mayli. Mana shu tug'ilgan kunga pul kerak deganingiz uchun mana. Charchamang aka, qizingizni tabriklab qo'ying. Rahmat. Sog' bo'ling. Smorodina. Bu suv Yurtim kompaniyasidan ishlab chiqarilayotgan. Dochani ishlab chiqarganlar bilasiz. Shu dochani ishlab chiqarganlar nima bu brend ostida mana Yurtim deb yozilgan. Yangi suv ishlab chiqarishyapti. Hozir ta'mini hali aniqlashmagan. Ta'mini xalq aniqlab bersin deyishyapti. Hozirda smorodina ovozi yutdi. Menimcha buni nomi smorodina qo'yilsa kerak. Biz xalqdan ta'mini bilish uchun shunaqa ovoz yig'dik. Ishtirok etish uchun kattakon rahmat. Sizlar ham tatib ko'ringlar. Yurtim kompaniyasidan ishlab chiqarilayotgan yangi nima bu suvlarini va hammanglar nima ta'm kelayotganini o'zingizlar istoриyalarda izohlarda qoldirib ketinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.